Allo, allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilraboxon opa, siz bo'lasizmi? Ha, menman. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, kattakon. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayzu barokatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal istaklaringizga yaratgan Robbim sizni yetkazsin ilohim. Rahmat, sizlarga. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insoningiz sizga atalgan tabriknomalarni, go'zal dil izhorlarini biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz sizga atalgan dilnomalarni biz orqali yo'llagan bo'lishlari mumkin? Avvalo o'rtog'im bor, shu bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Yana taxminlaringiz bormi yaqinlaringiz orasidan, yaqin insonlar? Yaqinlarimdan onam bor, opa-singillarim bor, kelinim bor, bitta yagona. Muzoq bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Sizni yaxshi ko'rguvchi, qadrlaguvchi, hurmat qilguvchi yaqin insonlaringiz nomlaridan umr yo'llaringiz ustuni bo'lmish Erkinjon aka tomonlaridan va ularga qo'shimcha ravishda farzand ne'matlaringiz Aslbek hamda Islombeklar tomonidan qabul aylaysiz. Voy, rahmat. Va shu kutilmagan sovg'a bo'ldi bular. Agar ijozat bersangiz, mana shu yaqin mehribon insonlaringizni sizga atalgan dilnomalarini Alloh qodir qilguncha o'qib yetkazib bersam. Mayli. Assalomu alaykum qadrbaland, qadrdonim, qadrli insonim. Meni bu dunyodagi farishtam, bebahoyim, dunyolarning nuriga, jannatlarning huriga alishmagan yakkayu yagonam, mehrligim, mehribon juft halolim. Seni bugungi go'zal kuning, shukronalik ayyoming bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Senga Rabbim Rahmonimdan dunyodagi eng chiroyli, eng ezgu tilaklarni tilab qolaman. Joning sog' bo'lsin, umring uzun bo'lsin, bizlarning baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lgin. Rizqingga Allohim fayz va barokatlar bersin. Fayzli, barokatli kunlaringning safi bundan-da ko'p, bundan-da ziyoda bo'lsin. Parvardigor olamim doimo seni o'zi sevgan, o'zi suygan bandalari qatorida siylasin, ardoqlasin, yaxshilarga hamroh qilsin u yomonlardan yiroq qilsin. Seni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Har bir kuning mana shunday baxtlarga lim-molim to'la bo'lsin. Baxtli kunlaringning safi ko'paygandan ko'payaversin. Mana shunday baxtiyor kunlarni, unutilmas damlarni oila bag'rida, yaqinlar davrasida yana ko'p bora nishonlamoqlikni yaratganim nasibi ro'za aylasin. Ilohim mana shunday yaqinlarimiz bilan umra, haj safarlariga bormoqlikni, Baytullohni tavof aylab Makka yu Madinani ziyorat qilmoqlikni nasib ro'za aylasin. Boringi shukronalarim bo'lsin, bilib bilmay qalbingga ozor berib qo'ygan kunlarim bo'lsa, Allohim uchun meni kechirgin. Sendek mehribon, oqila, soliha, go'zal va aqlli ayolni menga tuhfa aylagani uchun Allohimga hamd va sanolarim, shukronalarim bo'lsin. Menga va farzandlaringga berayotgan mehring, xizmatlaring uchun mingdan ming shukronalarim, mingdan ming rahmatlarim bo'lsin. Baxt deya atadik hayot nomini. Men bilan o'tkazding har bir onini, ko'nglimning yagona erka xonimi, tavallud ayyoming bilan ayolim. Oppoq orzularing tomon uchasan, 5 mahal joynamoz yuzin quchasan, qalbimdan joy olgan qirolichasan, tavallud ayyoming bilan ayolim. Kipriging ostiga yuqtirmayin gard, tilagim hech qachon chekmagin hech dard. Seni menga bergan Allohimga hamd, tavallud ayyoming bilan ayolim deya mana shunday chiroyli istaklarni, tilaklarni yo'llab qolgan ekanlar. Rahmat, kattakon. Ilohim baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Aytganingiz kelsin ilohim. Biz ham mana shunday chiroyli ayyomlar bilan sizni muborakbod etamiz. Ilohim aziz boshingiz har doim omon bo'lsin. Har doim mana shunday yaqinlar ardog'ida yurmoqlikdan aslo charchamang deymiz. Rahmat, sizlarga ham ishinglarga omad, charchamanglar. Hammani xursand qilishdan juda ham xursand bo'ldim. Rahmat sizga ham. Rahmat. Ilohim sog' bo'lsin, baxtimizga hamisha ilohim sog'lom bo'lsin.
Ilohim aytganingiz kelsin. Ayyomlarni yaxshi o'tkazib oling. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring deymiz. Rahmat, kattakon sizlarga. Rahmat, Salomat bo'ling. rahmat. Canım, hanım, o'zimni ayolim, jonim, xonim, o'zimni halolim, qaylarda bo'lmayin, sandadir xayolim. Yaxshiyam borsan ey, san jufti halolim. Men uchun sen bor, ne tashvishim bor. Yo'qchiligu ko'pchilikda sabrligim bor. Bugun ishim zo'r bo'ldi, cho'ntak pulga to'ldi. Yo'ldaman jonginam, sizga $100 bor. Jonim, xonim, o'zimni ayolim, jonim, xonim, o'zimni halolim, qaylarda bo'lmayin, sandadir xayolim. Yaxshiyam borsan, san jufti halolim. Jonim, xonim, o'zimni ayolim, jonim, xonim, o'zimni halolim. San momo, men bobo bo'lib yuraylik jonim. Qo'sha qarib yuraylik sen bilan ilohim. Gohida kech qolsam uyga shoshilmay, sen meni kutarsan doim uxlamay. Sen meni onashim, go'zal yuzligim, shubhaga borma, bag'ringni tilmay. Jonim, xonim, o'zimni ayolim, jonim, xonim, o'zimni halolim. Sen momo, men bobo bo'lib yuraylik jonim. Qo'sha qarib yuraylik sen bilan ilohim. Jonim, xonim, o'zimni ayolim, jonim, xonim, o'zimni halolim, qaylarda bo'lmayin, sandadir xayolim. Yaxshiyam borsan ey, san jufti halolim. Jonim, xonim, o'zimni ayolim, jonim, xonim, o'zimni halolim. San momo, men bobo bo'lib yuraylik jonim. Qo'sha qarib yuraylik sen bilan ilohim.